10 ming koy. Qadachonning qishi mening qishimda 10 ming koy pul bormi ekan? To'qsan to'q, to'qmisan ishingni qil. Bo'lmasa opirib kunbat undan saqlan. Hey, sen meni urvatamsan? Ursam qanday qilib davomli urmay qo'y. Sen uydagi balliq 100 kilo olamsan, men 100 kilo olamsan. Üçüncü şahıs. Meni yendim nima deb chaqadi. Meni xotin balarim bilan bir tesh o'tkil qo'ymamsa? Dunyoda ekishdan nachar narsa yo'q yo'qdimi? Bunda deydigan odam ijod qilgan qilsan olmamdi. Men qara Nurmanga. Men sen tashvatqa ish yo'q. Men tar yo'l qisma bulamdi. Ayolim bayqab qolgandek turdi. Ayolim bayqab qolsin bo'pti. Bo'lsa bilsin. Uning bilan mening ishim yo'q. Lekin seni buncha olan nacharlik qilar, buncha olan ifloslik qilar deb faqat o'ylamabdi ekanman. Ey bir gapni jiqqimig'ina. Voy. Qutiyar oplisin gazli ichimligi. Men eng yoqtirgan tamni bilasan-da. Shusin amroq deb og'ish kelgan. Gapni boshqa yoqqa burmay, gapingni o'chib qil. Yeliq uch qo'ydim bazoq sag'in shuka. Limon ichimligi bor ekan. Voy, tek kalasin bor ekan. Qutiyar onar gazli ichimligi, hammasi gazli ichimlikka, men bak yoqtirgan tamka hammasi. Degina, men zot qanday qilib bersam bo'ldi? Mening bo'yimda qapti. Nima? Ey sarangmasan ey. Kimni qo'rqitsa? Da gaplarini men qilib berma. Hey, sen mi ekşima? Özün qıqaş özün iyi bo'lmamsa? Sen bir kichik bola bo'lmagan ekan diqqat qilsam olmamdi. Bu bola kimdan kim biladi? Nima? Ey sen aşağıda otamsan menga shuni olmaydi. Ey men qara. Men sendek nimani ko'rmin ko'rgan. Men tol qo'rqitmadi qo'rqaqsanmi? Bola bilan qaring olmuş mayli. Uning bilan mening chatig'im yo'q. Lekin hozirdan o'zimdan 10 ming qo'yib pul verma bu balani tushirma. Encan sen beni göllep, xutimda ajrashibsan olaman degan bo'lsan, bu ishlar bo'lmaydi yo'qdimi? Qanday o'smayli qarim yo'q. Men bu balani tushirmayman qotay Allohda. 10 ming koy. Qadachonning qishi mening qishimda 10 ming koy pul bormi ekan? To'qsan to'q, to'qmisan ishingni qil. Bo'lmasa opirib kunbat undan saqlandini. Ego olmaysa shundaqmi? Sening mushundaq qilganingni men bilib, buruli ovozingni unga olgan. Aldırmaydı. Qanday qildi? Ekla telefonni. Aka. Men buni avval ayolingga yollayman. Uningdagi ishimiz bardiga yerga boramiz. Endi menda ranjima. Xiyolingizda meni yavaş, hech nima qilinmaydi, meni yaxshi ko'rib, hech nima qilinmaydi deb o'ylab qolgan bo'lsang, quvmay tush ko'ribsan. Aldırmaydı. Nima? Ayolimga yollab beramsa? Sen tak bilmeydiğe okşaysa. Başkalarının ailesini buzup, üçüncü şahs soğalını qanday aqbat qaldığını bilmemse, sen tek kanunu bilmeydiğe okşaysa. Yaxşı, biz billi barli. Sen de gel, seni ben üzem apray. Hey sen men bu yerga kuchurqib chaqat nimasi shama. Quyda meni. Bilmay otamsan imkon qanday ekanligini bilmay otamsan. Xudoning bilmasdan chamaydigan. Gapimiz patsa. Nima qildimas? Kim o gap qilar? Numus qilmaydigan numussiz. Ay men shu japatat dizam. Sen bir şey aşağı yönelip şudunma. Tamam. Ay kim o to'xtaya? Ay to'xtab turma. O'tamay. Hey sen beni urvatamsa? Ursam qanday qilib davomli urmay qo'y. Sen uydagi balliq 100 kilo olamsan, men 100 kilo olamsan. Numus qilmaydigan senday qo'yman. Bu filmni ba'zi bir üçüncü şahslarning başlarına oiz balığını bilib turib ishlarni buzayotgan. Ba'zi bir erlarimiz o'zi shunday kuyunchi ayol turuqliq başlar buzilayotgan. Shu bir qism kishilarga tarbiya bo'lsin deb ishladik. Ajrimiz uchun yurak berib taxt qo'shishni umid qilaman.